Qandaysizlar bolalar? Mazali yaxshimi, tinchmisizlar? Bugunam bir ikki aylantirib qo'yaylik-a. Kecha ozgina kalla qo'yib qo'ydik-ku. Xabaringlar bo'ldimi? Mana barabanni video qilaman deb o'ziyam mingta baraban yig'ilgan ekan. Video qilaman deb yaxshi tushadi-ya hozir. Ko'k qizil. Bir ikki kuponni terishib ko'rsatib pauza qilib yana o'yinga qaytib kirib pauzani qaytib bosmabman-da. 15 minut gapiribman-ku videoni. Shunda man endi montajdan tashqi o'tirmayman-ku, shunda tepadan zapis yoqaman. Tugagandan keyin stopga bosib sразу YouTube'ga qo'yib yuboraveraman. Xullas, zapis yoqmasdan 15 minut gapiribman. Telegramda bolalar davomi yo'qmi mana deb yozishyapti. Bor-ku, mana man ko'rdim-ku hozir mana desam. O'zi boshqatdan ko'ring, kupondan qaytib o'tmagansiz hech qaqib shunday qotib turibdi deydi. Kuponni qo'yib ketibdi ekan 15 minut. Yaxshi, 3 sent. Kecha sal omadli kun bo'ldi. Hozir mana shu o'ynab bo'lsin ko'rsataman. Mana hozir pauzani bosib turaylik-da. Xullas, nima bo'ldi? Mana bitta bo'ldimi? Yo'q. Mana bitta bo'ldi. Yo'q, bu eski o'yin edi. Mana 1.100.000 berdi mingta baraban. 1.100.000 mana shu alohida kar yutib, mana bitta bizga to'til bo'lishi 2.5. Bilib oldim bu isqotlarni. Tasodifan olinmadi. O'zimga yetgani uchun. 5.300.000 bo'ldi. Keyin yana shu turmushini mana bunday terdim kecha. 26 millionni chaqillatib oldi. Xullas 26 million mana shu pul o'sha qolyapti. To'pda boya ozgina 5-10 minut vaqt bor edi. Ozgina aylantirdim. Qani kristal bir ikki aylantiraylik-chi, bermasa chiqamiz. Bugun ham o'yinlari juda mazasi yo'q. 2-3 Rossiya chempionati bor ekan, terib ozgina pul urib qo'ydi. Kecha o'zi qirilib ketdi-da o'yini. Telegramda yozishadi. Palon so'm yutkazib qo'ydim, piston so'm yutkazib qo'ydim. Yutkazmaylar, nimaga yutkazasizlar? Yutkazsanglar o'ynamaylar. O'ynasanglar yutadigan bo'lsanglar o'ynanglar. Bo'lmasa o'ynamay qo'yaverish kerak. Yaxshi. Sariq ham bang'ilaydimi? Yaxshi. O'shaylikchi, juda vaqt bo'lib qoldi yo'g'i. Xullas, kupon terasizlar-yu.
Shunday mana bu liniyani bosib, o'yinlarni ko'rib, u bermaydimi deyman pulni. Ondasi Namit qo'yyapti-yu. Liniyani bosib, o'yinlarni ko'rib ko'zinglar chiqib ketadi. Mana cho'tki o'yinlar bor ekan, buni terish kerak deb. Bu yaxshi emas u fikr. Keyin bittasida bir yaxshi taklifda xohlasanglar aqllilik qilyapti deydi. Xohlasanglar to'g'ri tushuninglar. Pastroq chempionatdan o'zinglar bitta chempionat qilib olinglar. Kupon terishga. Pastroq chempionat degani qaysi? Misol uchun Turkiya chempionati bor. Avstriya. Men o'zim Avstriyalik chempionatini o'sha ikir-chikirigacha bilib bo'lganman. Bu ko'tdim bizga tiqvoryapti pulni bu yerda hozir. Kirish kartam qani? Avstriyalik chempionatini olganman. Hada bitta chempionatda uraversanglar, shu chempionatning ichiga kirib ketasizlar. Ikir-chigirigacha kim yutish kerak, kim yutkazib berish kerak, qaysi biri sotilgan, kimni ochkovi ko'p, yutkazsa ham hech narsa qilmaydi, kim yutishga majbur, xullas, kim qachon gol urgan, qaysi biri nechta gol urgan, shu narsalarni bilib qolasizlar. Bitta chempionatda misol uchun bir kunda 3 ta, 2ta, 3ta, 4ta o'yin bo'ladi. Agar maqsad yutish bo'lsa bu o'yinda. Yutkazish bo'lsa, пожалуйста, bir 40ta, 50ta, 20ta komandani terib, shu 50 ming, 100 minglarni bosaveringlar. Yutish bo'lsa maqsad agar, shu bitta chempionat qilib olib, faqat o'sha chempionat urish kerak bu yoqda ham bir terib qo'yib 15-20 ming urib qo'yinglar qimorboz. Lekin asosiy pulni o'zinglarni asosiy chempionatinglarga uringlar. Mandansizlik layfxak. Keyin kupon o'tkazganingizdan keyin o'sha kuponda o'yin o'ynamanglar, bermaydi. Mana bunga o'xshab. Xullas shunaqa gaplarda bolalar. Pulni mazasi qochyapti, to'xtatadigan vaqt ham kelyapti desam, berib qo'yadi. Endi qayerdan 26 million bilan kiruvdimmi? Bu o'yinlar summani ko'targan sari berish qiyin bo'lib ketaveradi. Asosiylarini bermayapti-da. Butulka, qaychimi, qilichmi nima, qaychi ekan. Tanga, sandiq. O'zi ham yarq yoqyaptimi? Mana shu yomanda azart o'sha nima tur yondida hozir. Ay. U bitta beradi, shu bilan to'xtaydi. Yaxshi. Yaxshi.
Xavfli vaziyat bo'ldi. Yaxshi. Ozgina kamlik bor. Biroz bo'lsa-ham. Kecha bitta brat yomon kalla qo'ydi-yu. Kanalga kupon tashladim, shu o'tgan kuponni. Voy bola. Короче, o'sha bratni o'zi so'radi. Man Melbetga ham tashlab beray deb. Mayli, Melbetga yig'ib tashlab berdim. Bilmayman, u kuponga tikdimi. Bolalar bu o'tib ketadi yo, manimcha deb. Yana skrinshot qilib tashladim. Kodini tashlayman deb qo'yadi. Xuddi shu brat. Yana nimadandir umid qilyaptim, sezmasalarmi, ana shu kema tushib qoladi yo deb o'ylayaptim. Ushlaganman juda ko'p shu kemani. Mana bu durbinda lekin biron marta ushlamaganman. Eng kattasi durbin shunda 50 qarang. Qiziqtirishdi bu. Ana vaqt tugyapti, bo'lsa. Manimcha. Sal shoshilib qoldim oshirishga. Nimaga gandim, og'zingga qo'taman, o'yiningga siyladim. Isqirt. Og'zingga qo'taman. Ko'takami? Aytdim-ku, kupon o'tgandan keyin bo'pshi foydasi yo'q. Gemsa ham slot ham o'ynash. Bo'pti bolalar. Omon bo'linglar. Yarq yoqdimi? Tinch bo'linglar.